أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: القراءة فرض في الركعتين الأوليين. فرض namazlarda Kur'an o'qish dastlabki 2 rakat farz. O'sha kitobdagi firrakataynil ulayn degani shu to'g'ri. Ba'zi kitoblarda firrakatayn deb ham to'xtagan bo'lishi mumkin. Liqawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yani shu namozda nazil bo'lgan oyat: "Va la yuftaradu fi ghayri as-salah fata'ayyana fi as-salah." Namozda qulay bo'lganini o'qinglar degan bo'lg'achqa, Qur'onni o'qish farz namozlardan boshqa chog'da farz bo'lmag'achqa namozda farz bo'ldi deymiz. Lekin bu oyat namozda nazil bo'lgan sababi nuzul shu desak bo'ldi. Ana Hanifiy mazhabda farz namozlarda qiroat qancha rakatda farz degan masalada ixtilof bor. Bu kitobda degani shu Hanifiy mazhabda sahih deb qaragan qarash, farz namozlarning dastlabki 2 rakatida qiroat farz. Yani 4 rakat namoz bo'lsa yoki 3 rakat namoz bo'lsa, qiroat dastlabki 2 rakatda farz. Imom Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani al-Asl degan kitobida ishora qilgan qarash shu. Ya'ni bu mazhabda mush qarash to'g'ri qarash deb qaraldi. Yani Imom Quduri Qur'on tilovati 4 rakatning yoki 3 rakatning 2 rakatida farz, lekin ma rakatda deb muayyanlashtirmaymiz deb qaragan. Davon ekan, 1-rakat bilan 3-rakatda qiroat qilsin farz ado bo'ldi. 2-rakat bilan 4-rakatda, 2-rakat bilan 3-rakatda tilovat qilsin farz ado bo'ldi. Yoki oxirgi 2 rakatda tilovat qilsin farz ado bo'ldi demoqchi. Imom Malik rahmatullohi alayhi 4 rakatlik namozni 3 rakatda farz deb qaragan. İmam Şafii 4 rakatning hammasi farz deb qaragan. Hasan al-Basri 1 rakat farz deb qaragan. Yani bu Hanifiy mazhabning dastlabki 2 rakatda farz deganga dalil nima desak, kitobda vaqala sallallohu alayhi vasallam al-qira'atu fil ulayni qira'atun fil ukhrayayn. Mush rivoyatna keldi. Lekin bu rivoyat ojiz. Rivoyat ojiz. Lekin Hanifiy mazhab kitoblarida mush qarashqa bir qancha dalillarni keltirgan. Bu dalillar dastlabki 2 rakat farzligini keyingi 2 rakatda farz emasligini ko'rsatadi. Bu dalillar sahoba kiramlardan kelgan asarlarga tayangan. Umar radhiyallohu anhu tarakal qira'ata fil maghrib fi ihda al-ulayayn faqadaha fil akhirati wa jahar. Umar radhiyallohu anhu Shamning dastlabki 2 rakatning birisida qiroat qilmay qilib, 3-rakatda qazo qilib qiroat qilgan va ulliq qiroat qilgan. Ulliq qiroat qilganligi shu dastlabki 2 rakatning biriningki qazosi ekanligining isboti. Osman radhiyallohu anhu tarakal qira'ata fil ulayayn min al-isha'i faqadaha fil ukhrayayn wa jahr. Osman radhiyallohu anhu xuftanning dastlabki 2 rakatida qiroat qilishni unutib qolib, oxirgi 2 rakatda qazosini qilib ulliq qiroat qilgan. Ali ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma kana yaqulani al-musalli bil khiyari fil ukhrayayn in sha'a qara'a wa in sha'a sakata wa in sha'a sabbah. Bu biz yuqorida bir qatam bayon qilib o'tgan asar. Namoz o'quvchi keyingi 2 rakatda ixtiyoriy deydi. Xolisa qiroat qildi, xolisa jim turdi, xolisa tasbih aytdi. Yana sa'ala rajulun Aisha radhiyallohu anha an qira'atil fatihati fil ukhrayayn faqalat liyakun ala wajhi ath-thana. Bu dalillar hammasi dastlabki 2 rakatda qiroatning farzligini, keyingi 2 rakatda
farz emasligini ko'rsatdi. Sahabe kiramlardan mushundoq rivoyatlar keldi. Buni zikrildigan boshqacha rivoyat kelmadi. Unda ekan bu sahabe kiramlarning o'ttirda ijmo bo'lgandek bir ish demoqchi. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem el-qira'atu fil ulayni qira'atun fil ukhrayayn. Bu rivayetni biz aciz dedik. Ey tanubu anha, yani dastlabki ikki rakatda o'qilgan qiroat keyingi ikki rakatda o'qilgan qiroatning o'rnida turdi dedi. Aşı yeterlik dedi. Ke qavlihim lisanul vaziri lisanul amir. Emirning tili yoki og'zi vezirning tili yoki og'zi degandek. Sunnatun fil ukhrayayn. Qiroat oxirgi ikki rakatda sunnat. Va in sabbaha fihima ajza'ahu. Oxirgi ikki rakatda sunnat, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisida dastlabki ikki rakatda Fatiha bilan sura o'qiydi, keyingi ikki rakatda Fatihani ham o'qiydi deb kelgan bo'lg'achqa, keyingi ikki rakatda sunnat. Va in sabbaha fihima ajza'ahu. Keyingi ikki rakatda tasbih etib qolsa, u shu qiroatning o'rnida turdi. Yoki jim tursa shu qiroatning o'rnida turdi degan rivoyat Bayhaqi ibn Mas'ud va Ali radhiyallohu anhudan kelgan rivoyat shu. Va qad bayyana, biz uni yuqorida bayon qilib o'tdik. Qala va miqdarul fard ayatun fi kulli rak'a. Endi qiroat qilishni dastlab ikki rakat farz dedik. Qanchalik qiroat qilsa farz ado bo'ladi desa, har bir rakatda bir oyat miqdori, aqalli taqdirda bir oyat miqdori qiroat qilsa farz ado bo'ldi dedi. Ayatun fi kulli rak'a, har bir rakatda bir oyat o'qisa bo'ladi. Lekin bir oyat bo'lgan ba'zi qisqa bir jumlalar bor. Sarftin sad, qaf yani bir harf yoki mudahammatan degandek. Mushuni desho desa, unvonlar ikki qarashga bo'linib ketib, ba'zilar bo'ldi degan, ko'pchilik bo'lmaydi degan. Agar uzun oyatning yarmini cho desa, bo'ladi degan. Va qala sohiban dedi, salatu ayatin qisar. Qisqa oyatdan 3 oyat o'qisa, aqalli taqdirda farz ado bo'lgan bo'ldi. Nima uchun 3 oyat dedi? 3 oyat أو آية طويلة تعدلها. Yani 3 ayetke tenkildiğin uzun bir ayet okusa buludu. Uzun bir ayet okusa bulduğunluğa Ebu Hanife'nin ittifak. Lakin sahiben kısa ayetlik bulup kalsa 3 ayet buluşu lazım. 3 ayetlik bir süre mesela. لأن القرآن اسم للمعجز. Çünkü Kur'an-ı Kerim şu mucize boğan kitabın ismi. ولا معجزة دون ذلك. Onundan tuğan bolsa mucize hesaplanmaydı. Yani şu 3 ayetten tuğana mucize hesaplanmaydı demekçi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u şuhada'akum. Bi suratin min mislihi yani bir sure ekepakınlar dedi. Bir sure en akalli mesela kısa 3 ayetlik sure bir sure buldu. Mesela inna ataynakel kevser. Şuna sahiben şunda deptir oldu. وله قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir ayet okusumu buludu diyen karışığa فقرأوا ما تيسر منه diyen ayetini delil kıldı. Min gayri takyidin. Bunda 3 ayetlik ya ki kısa 3 ayet var diyen gep yok. Aş bir ayet mi? Kur'an mı mesmu ise Kur'an'dan aş. Ve ma dunel ayeti haricun. Yani bir ayetten tuhan bulup kalsa bu xuddan onun sirtidek fabaqiya ma wara'ahu undan buningdan başları yani bir ayet bo'lganlari hisob bo'lib qolib qoldi demakchi. Ya minhu dedi, minhu ashuningdan yani ken ashuningdan bir so'z bo'lib qolsa bu uningdan emas degan, bir so'z boshqa yerda tepildigandek. Lekin eng aqalli bir butun gavda bir oyat hisoblandi. Shuni andina Qur'ondan ma'vu deyalaymiz. Ammo bir so'z bo'lib qolsa, u Qur'onda bo'lishi mumkin, boshqa yerda bo'lishi mumkin. Lekin ashunda tarkibda, ashunda qurilmada bir oyat u boshqa yerdan shu Qur'on bilan bo'ldi. Hayır, o yüzden yanımızda mesela tam şu ayet nazil oldu başka bir ayet ise olaydı. Ya şu toluqlab başta tushgan oyat bilan birga qayta tushdi deymiz. Ashuni to'liqlab tushdi. Bu bir oyat bo'lmaydi, g'ayri uludlar degan. Qur'ondan bir oyat emas.
ولا يفترض قراءة الفاتحة في الصلاة لإطلاق ما تلونا namozda Fatihani o'qish farz emas لإطلاق ما تلونا biz o'qigan oyatga mutlaq lafzga asosan farz emas deymiz. Fatiha o'qisin, boshqa sura o'qisin, boshqa bir oyat o'qisin, ma tayassara minhu o'qigan bo'ldi deydi. Yana hadis-i musi salatahu degan hadisda summa qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an deb Qur'onning iboratida o'qish kelgan. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam la salata illa bi fatihatil kitab. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la salata illa bi fatihatil kitab ila g'ayrihi min al-ahadith va undan boshqa hadislar bor. Masalan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab dedi. Man salla salatan lam yaqra bi ummil Qur'an fa hiya khidaj dedi. Khidaj degani yani naqis. Bu naqis bilan namoz buzilib ketadi degan ma'noda demoqchi. Nozga mushtillik hadislar Fatiha o'qimiz bo'lmaydi deganda hadislar akhbar ahad. Akhbar ahad. Bu xabar vahid. La yajuzu nasxu itlaq al-kitab biha. Buning bilan a kitobningki mutawatir lafzan oshini mansub qilayotgili, taxsis qilayotgili bo'lmaydi. Fa yuhmalu ala al-wujub. Nonkin biz vojiblikqa opiramiz. Dunal fardiyya, farzlikka emas. Kama qulna biz yuqori degandek farz deymiz. Tawfiqan. Yani tawfiqan degani dalillarga tang amal qilib, jamlab turib, muvofiqlashtirib amal qilganlik jihatdan. Yani oyatga amal qildik, hadisga amal qildik demoqchi. Unda o'nkan Hanifi mazhabda farz bo'lgani mutlaq Qur'on o'qish. Fatiha shart emas. Hamda Fatihani o'qish nimasi vojib? Undaqda Fatiha o'qimaydi, o'zi o'qigan bo'lsa farz ado bo'ldi, lekin gunohkor bo'ldi. Vojibni tark qilgan. Saysa keldi, vojibni tark qilganlik. Yani Hanifi mazhabda farz bilan vojibni unda ayiramiz. Boshqa mazhabda farz vojibni ayirmaydi. Degan shuni ayirish foydali. Yaxshi. قال والواجب الفاتحة والسورة أو 3 آيات. واجب قراءة نما دسا فاتحة قراءة قلش يعني bir sure قراءة قلش qisqa sure o'simi أو 3 آيات yoki bir surening o'rniga shu oyat tilovat qilsin bo'ldi demoqchi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك من غير ترك. izchil tashlamay mushunda davomlashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilib kelgan ish bu. Fatiha o'qib, undan keyin sura o'qigan yoki boshqa oyatni o'qigan. وَلِذَلِكَ وَجَبَ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَرْكِهِ سَاهِيًا. Shunga mushinchilik miqdorini o'qimay qolsa, Fatihani o'qimasa, yoki Fatiha bilan birga qilib sura o'qimasa, sajda sahvi keladi. Chunki shuni o'qish vojib. Hali Fatihani o'qib to'xtab qolsa-mu, sura o'qimasa sajda sahvi keladi demak. Qur'onning mavjudligi yo'q, shu Qur'onning eng qisqa sura shu oyat bilan bir sura bo'lganligi uchun sharhdan olgandan shu bir suraga teng keladigan bo'g'achqa. Shu 3 oyat odatda bir suraga teng keladigan bo'g'achqa. Yani biz tarjima qilganimizda shu imom Abu Hanifning bir oyat bor. Shuni ixtiyorliqlar ham. Buni oldinlarda qo'ydik. Qani dalil kuch qolsa shuni tarjima qilinglar. Biz hamda amal qilish jihatdan bu ikkisi bir gap. Yani Fatiha farz emas deganlik o'qimoq degan gap emas u. O'qimasang bo'ldi degan gap emas. Oshimo o'qimasang gunohkor bo'lsa degan ig'ir gap bu. Buni biz shu o'qigan chaqda farzga amal qilamiz, vojibga amal qilamiz, sunnat olsa uni qilamiz. Uni o'qimasang bo'ldi ekan deb tashlab qo'ygan narsa emas. Lekin dalillar qat'iy va zanniy bo'lib kelgachga shunga bunda deb ayirdi. والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل. Yani sürülecek. Qaysi sürünü o'qisa yaxshi degan masala kelsak, bomdod bilan peshimda mufassal sürülninki uzunlarini o'qish sunnat. Va fil asri val isha'i awsatahu. Asr bilan xutbanda o'ttira darajaliklarini o'qish. Ve fil magribi qisarahu. Shamda qisqalarini o'qish edi. Yani mufassal degan bu bir atalg'u. Surning ismi. Ulumul Qur'on, tafsir va fiqh kitoblarida va hadis kitoblarida o'sha mufassal, tival yoki mi'un, al-mathani degandek shunday atalg'uli keldi.
Bu atalg'ulama Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan atalg'ular. İmam Ahmad rivoyat qilgan hasan darajalik bir hadisda "U'titu makana at-Tawrat as-sab'a." As-sab'a at-tuwal demakchi. Tavratning o'rniga uzun 7 sura ato qilindi. "U'titu makana az-Zabur al-mi'in." Zaburning o'rniga 100 oyatlik suralarni ato qilindi. "Wa u'titu makana al-Injili al-Mathani." İncilning o'rniga 100 oyatdan tuan darajalik suralarni ato qilindi. "Va fuddiltu bil mufassal." Ortiqcha berilganam mufassal oyatlar berildi. Endi as-sab'at tuwal degan qaysi suralar soni eng uzun suralar Qur'ondagi. Bosh tarafdagi uzun sura. Baqara, Al-Imron, An-Nisa, Al-Maida, Al-An'am, Al-A'raf, At-Tawba yoki Tawbalar Anfal ikkisi bilan. Endi Al-Mi'un degan suralar, bu Mi'un degan mi'a degandan kelgan. 100 oyatlik suralar degan bo'ldi. Oyati 100 ga yetadigan, ya 100 ga yaqinlashib, yoki sal oshadigan, shu 100 atrofida bo'lgan suralarni Mi'un deb ataymiz. Endi Al-Mathani degan oyati 100 dan tuvan bo'lgan, lekin mufassaldan jiqroq bo'lgan suralar Mathani deb atildi. Bu 26 sura debdi. Endi mufassal desak, her suraning oraliqida bismillah tiz kelgan ekan, endi ayrilib bilinib kelgan ekan, shunda ayrilib turdigan bismillah bilan bilinib ketgan suralar degandek. Bu mufassal suralar sura Qafdan tortib Qur'onning oxiriga qadar. Ba'zi Hujratdanmi deb qaraydi. Sura Qaf to'pariga qilishib qoldi shu. Mufassalmi 3 qismga ayrilgan. Tivalul mufassal, mufassalning uzunlari bu Qafdan amma tasallugacha, awsatul mufassal ammadan va duhagacha, qisarul mufassal va duhadan an-nasgacha. Niyadigo asr bilan shanda awsatahudir. Ya'ni ammadan va duha qadar demakchi. Shanda qisar dedi va duhadan oxir qadar. Hakaza كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. مش خليفة أبو موسى الأشعري أشوالي صغار كوفتك والي صغار مش عند فرمان يزغان دبته. بنا سند عاجز دبته ما كتبته. أبو موسى الأشعري أزرته مننا عند يزغلق سند عاجز. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يعني في مزاد ديان بويشة شر الله شنا أغلق راس. من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم işsizlerden delil var bununla. Ma delil aciz boğan bilen. Mesela kana yaqra'u fi s-subhi as-secdete yevmel cum'a ve hel ata. Bukhari Müslim rivayet qilgan. Secde bilan hel atani o'qitgan. Bamdatni o'qitgan. Lekin secde mufassalni ichida emas. Fil isha'il akhira va ash-shamsi va duhaha. Xutbanda va ash-shamsi va duhahani o'qitgan. Ma va mana Avsatul mufassal degan to'g'ri chiqdi shunami? Bu Nasai rivoyat qilgan hadis. Yana juma namozida sabbihisma robbikal a'la hal ataka ikki o'qigan Abu Dawudda sahih rivoyat qilgan hadis. Yana Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadisda Shamda va Turni o'qigan. Tivalul mufassal hisoblandi. Ya'ni tivalul mufassal kirdi. Yani Abu Sa'id al-Khudri radıyallahu anh dedi, harazna qiyam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi'l-zuhri vel-asri, faharazna qiyamahu fi'r-rak'atayn al-ulayayn min az-zuhri biqadr 30 aya. Peşimda 2 rekatda, desep 2 rekatda 30 ayat o'qiganda deb mo'ljallandik dedi. Qadr as-sajda, as-sajda surasi 30 ayat. Ve harazna qiyamahu fi'l-ukhrayayn ala an-nisf min zalik. Keyingi 2 rekatda ashuning 20chilik, ya'ni 15 oyatni 2 rekatga taqsim qilgandak 7-8 oyatni o'qigandak mo'ljallandi. Va harazna qiyamahu fil ulayayn min al-asri ala qadr al-ukhrayayn min az-zuhr. Asrning dastlabki 2 rekatida peshimning oxirgi 2 rekatida o'qiganchilik o'qidi deb mo'ljallandi. Ya'ni asrning 2 rekatida dastlabki 2 rekatida 15 oyat o'qigandi deb mo'ljallandi demak. Yana xutbanda al-jum'a wal munafiqun 2 surani o'qiganlik rivoyat qilgan. Yani Abu Hurayra radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqra fil maghrib bi qisar al mufassal deb rivoyat qildi. Yani Jabir radıyallahu anh kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqra fil zuhri bi wal layli idha yaghsha wa fil asri
بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. Bu Müslim rivayet kıldı. Yana peşimda sebbih isme rabbikal a'la. Bamdatta bunu da uzrak kıraat kıldı deb keldi Sahih Müslim'da. Ummul Fadl radıyallahu anha rivayet kılışça Şam'da vel mursalat okudu. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Yani xutbanda anil Bara radıyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqra'u fil isha'i bit-tin ve zeytun muttafaqun aleyh. Yani Bamdatta ma beyne 60 ila'l 100 muttafaqun aleyh. Yani Bamdatta qaf vel Kur'anul Mecid Müslim rivayet kıldı. Yani muşunda rivayet keldi. Yani bir mezhepte Bamdat bilan peşimda tuvalul mufassal şu evzel esir bilan xutbanda mufassalning o'ttir darajaliklari amma yatasalundan va duha qadar Şamda va duhadan ilan nas dedi. Mustahab bo'lgan shu, sunnat bo'lgan shu. Yani sünnet deganimiz nimada? Rasululloh ko'pincha shunda o'qigan demakchi. Buni o'xshamaydigan shaklda uzun yo uzun o'qidigan yo qisqa bunda o'qigan ahvolim bor, lekin ko'pincha ahvoli shundati, shuna mush sunnat demakchi. Wala yu'rafu illa tawqifa. Bu mushunning afzalligi Rasululloh bekitib bergan bo'lsa, undan bilamiz, bo'lmasa bilinmaydi. Ya'ni bu yerdagi Hazrat Umarning qilgan farmonini Rasulullohga marfu demoqchi emas. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biz marfu sayyidisini akeldik. Hozir Hazrat Umarning va ajiz rivoyatini qo'yib qo'ysak bo'laverdi. Ehtiyoj yo'q. Wa qila al-mustahabbu an yaqra fil fajr 40 aw 50. Yana bunda qarashmi deyilibdi. Bamdatda 40 dan 50 kadar o'qish mustahab. 40 dan 50 kadar degani 2 rakatda. 2 rakatda 40 oyatdan 50 oyat kadar o'qish mustahab demak. Her bir rekatta 20-25 dinimiz. Bu İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani Al-Asl degan kitabı rivayet qilgan qarash. İmam Abu Hanifa'da rivayet qilgan. Yani Fatiha bilan billa deydi, ha? Fatiha bilan billa 40 dan 50 kadar. Ve qila min 40 ila 60. Yani bir qarashda 40 dan 60 kadar dedi. Bu Cami Sagirda Muhammed ibn Hasan Şeybani bayon qilgan qarash. وروى ابن زياد Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdi. Abu Hanife'den rivayet kıldı. Al-Mujarrad degan kitobda rivayet qilgan. Min 60 ila 100. 60'dan 100'ga kadar. Hadi mush 60'dan 100'ga kadar degan mush qarash Bamdatda ma bayna 60 ila 100 muttafaqun alayhi diskelgan. Bi kulli zalika waradatul athar. Yuqori qarashlarning hammasida hadis kelgan deydi. Mesela şu Sure Secdene ve hal ata alal insan hinu min ad-dahr o'qidi degan ash rivoyatni olsaqmi shu 60 ga yaqin chiqdi. Sure Secde 30 oyat. Bundan ekan shu 60 ga yaqin bir narsa bo'ldi. Wa qila al-mi'atu liz-zuhad. Endi bundan deyilibdi. 100 oyat o'qish zohid, taqvodor, jangovarligi xos va 60 fil jama'at al-ma'huda. 60 oyat o'qish odatga normal mahalliy ko'ylardagi masjidlardagi jamoatlarda vel 40 fi masajidis shawari' ko'chalardagi kishilar o'tib turadigan yo'lda ketayotiblar namozga kirib qoladigan yoki oydirimlardagi bekatlardagi vokzallardagi shunda masjidlarda 40 oyat o'qiydi debdi. Qala fi az-zuhri 30 peshimda 30 oyat va fil asri val isha'i 20 bunda deyilibdi. والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة. أصل قاعدة بنودا جماعتنا أزايت واتمايدغان جماعتنا قشرق قويمايدغان جماعة إغرقشلق سب قويمايدغان درجة وقوش مستحب وإن كان منفردا فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب. أجر يلغزوق باسا مسافر بمغنالات بوسا o'qiyolgancha eng jiq o'qsa savobini shuncha oladi dedi. Lekin jamoat bilan o'qigan chaqda biz masalan Bamdatmanchilik, Shamimanchilik deb baqtoq. Lekin jamoat o'qigan chaqda unda muayyan bir qilib qoida yo'q. Oqidagi kishilarning ahvoli qarab, agar ig'ir kelmay tura oladigan jamoat bo'lib qolsa, uzun o'qisa bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Shamda Al-Arafni o'qiganligini kelgan. Yana hadisda inni uridan utawwila fi salat fa asma'u buka as-sabi degan. Men uzun o'qiyman, boqning yig'isini anglab, anasiga ishim og'rib, qisqalam o'qitma degan. Yana Hazrat Muaz namozni uzun o'qiganlikdan jamoat shikoyat qilgan chaqda Rasululloh Muazga affattanun anta ya Muaz
ألا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ديالك مشدا سورة أقسام بالممتاز ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم o'qigan ahvolimi shu namozning o'zida ba'zi qisqa ba'zida uzun surani o'qigan lekin ko'pincha shu oxirgi jamoatning ahvolini qarab va shu chog'dagi kundalik mashg'ulot qarab masalan ba'zi namozlar ish vaqtida qildigan ba'zi namozlar ishdan damog'anda qildigan ba'zi namozlar uxlab uyg'onmay qolgan chog'da bo'lmadi kerak jamoatningki ahvolini qarab o'qish shu mustahab deymiz endi biz tarjih qilib olsak وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال ضرورة لقان ألدرب قان شغدا يا سفر أستدك شغدا أهوال قرب أقيدو دفعا للحرج إن قماس خشن بس أيدرم دا biz aeroplan çıkış aldı da namazı qolunu desek sonra bakarını bir başlasa biz tuttular namazını bozup çıkışımız mümkün aeroplan ketip kaldı da bunda ahvalı bulundu şuna aydırımda okan çağda bazı cemaat bulmay yalğız oqplan asmanı qaşım var çünkü cemaatke bağlanıp qalsa o qaçan tülütüşünü malum Sahisin bulundu ya mesela aydırımda oqplan ensirab qalsa buldu yalğız oqып ketsin والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة عند فاتحة okuduğuk şunama Fatiha'dan kim bir sure okumduğuk ya ki bir surenin bir kısmını okumduğuk ya ki iki sureni okumduğuk diye mesele kelsak bu yerda mustahab bo'lgani sunnat bo'lgani to'liq bir sura o'qish chunki bir suraninki mazmuni bir butun gavda bo'ldi buni parchalatib qolsak mazmun chalolab qolgandek bir ahvol bo'ldi undan ekan biz bir surani to'liq o'qiymiz shu yaxshi bizning diyorimizda mushunda o'qiydi mush yaxshi eng afzal usul rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilgan ishining ko'pincha ahvoli shuni ko'rsatdi Saudiya Arabistonda shunday qisqa sura o'qiydi lekin Misrda bular u yerdan biroz safidan o'qib qo'ydi uzun suralarni bir butun sura o'qimaydi ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة لأنه لم ينقل bir rakatda ikki surani jamlab o'qimaslik lozim o'qish mustahab bo'lmaydi yoki bir sura o'qish mustahab unda ikki surani jamlab o'qish mustahab emas chunki bu naql qilinmagan debdi amaliyotda bu naql qilingan والحق أحق أن يتبع مثلا İmam Buxoriy Sahih Buxoriyda bir bab keltirgan babul jam' bayna suratayn fi rak'a wal qira'atu bil khawatim wa suratan qabla surah wa bi awwal surah an ibn Mas'ud radiyallahu anhu dedi laqad araftu an-nadha'ir allati kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuqrinu baynahunna فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة bu Sahih Buxoriy kelgan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning juplab o'qigan jup suralarini bilaman deb 20 surani bayon qilgan ya'ni 20 surani 10 rakatga juplab o'qiganligini mana ulanma deb 20 surani tizgan bu tizgan tafsilot Sunan Tirmizida kelgan lekin Buxoriyda 20 ni bilma deb keldi 20 ni bilma degani shu yetarli qaysi sura bo'lsin ikki surani juplab o'qiganligi Sahih Buxoriy keldi-ku Davaniken lemün kal deyin gap azir xata bel nuqila. Davaniken aşında o'qishmi mustahab. Belki mesela ikki emas, 3 ni qatsanmi, 4 ni qatsanmi mustahab. Chunki aşında qatlatga ahvolim bor. Masalan, bir hadisda Sura Baqarani o'qidi. Uningki Ali Imronga tushdi, uningki Nisoga tushdi, uningki Ayol Sura tushdi deb bir hadis kelgan. O'shamiz bir rakat bo'lgan shu. Ya mesela Kulhuvallohni qatib o'qigani Fatiha'dan keyin yani bir sura o'qib Kulhuvallohni birga qatib o'qigan desak Fatiha'dan boshqa ikki surani o'qigan bo'ldi. Toshma dalil bo'ldi. Farzda bu. Chunki shu sahobaning oqib turgan jamoat shu farzda o'qidi deb shikoyat qilgan. Imomi farzda unda o'qiganda Rasululloh shikoyat qilgan chog'da Rasululloh nima uchun shunda o'qiding desa men shu yaxshi ko'rma degandika Rasululloh uni yaxshi gap qilgan. Lekin qanday bo'lmasin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ish izidan ikki surani Fatiha qilib o'qiganlik isbotlanma bo'ldi. Mustahab. Ya'ni shu sunnat bo'ldi. Va in fa'ala la ba's. Ham yerda unda qilsa hech kishi yo'q debdi, lekin mustahab dedik. Va kadalika suratan fi rak'atayn
Bu nima deganligimi shu? Bir surani ikkiga bo'lib o'qishmi yoki bir surani birinchi rakatdami shunda ikkinchi rakatdami shuni takrorlab o'qishmi? Bir surani ikki rakatda o'qish deb qolsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza zulzilatni birinchi rakatga o'qib, ikkinchi rakatga o'qigan ahvol bor. Bumi mayli, bumi joiz. 3 surani jamlaganlikmi kelgan? Va kadalika suratan fi rak'atayn, bir surani ikkiga bo'lib o'qisa bo'ladi yoki shuni takrorlasin bo'ldi. Har ikki ehtimol bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki ashunda bir surani ikkiga bo'lgan rivoyatmi bor. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan ashunda bo'lib o'qigan rivoyat bor. قال ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات لإطلاق النصوص. Ana shu oyatlar va hadislar mutlaq kelgan bo'lg'achqa faloni namozda cho'qim mushu surani o'qish lozim deydigan unda bir farz yo'q deydi. Nada la yata'ayyan ala sabilil fardiyya demak. Chunki li itlaqun nusus faqra'u ma tayassara min al-Qur'an dedi. Mutlaq kelgan bo'lg'achqa, ya'ni hadisdami faqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an degan bo'lg'achqa falonni o'qish farz demaymiz deydi. Va yukrahu ta'yinuhu. Ayında biktirish, mushun o'qish lozim deb turilish makruh lima fihi min hajril baqi. Fatani dar nimada o'qiymiz emasmi? Fatadan keyin o'qilgan suralarni zodi mush surani o'qish, masalan, bomdatqa ma'surni o'qish farz. Falon namozga ma'surni o'qish farz deb unda bekitish yo'q. Lekin ashunda davomliq bekitirilib qolsa, bu boshqa surani tashlab qo'ygandek bir ahvol bo'lg'achqa makruh bo'ladi deydi. Ya'ni davomliq ashurunlam o'qib turib olgan bir odam bo'lsa, ma'shuni makruh bo'lib qoldi deymiz. Chunki boshqa surani o'qib qo'y bir vaqtim. İlla yakuna aysara alay. Faqat unda shu surani o'qish qulay bo'lib qolsa, boshqasi eg'ikildi ekan, mayli. Aw tabarrukan bi qira'atin nabiy sallallohu alayhi vasallam ma'a ilmihi anna al-kull sawa. Yoki andamin o'qsak o'xshashdi, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan hadisda Rasululloh masalan juma kuni sabbih ismi robbikal a'lani o'qitgan jumanamizda yoki bomdonimizda sura sajda bilan nal-atani o'qitgan, men bu shuni o'qim ba Rasululloh aytsa mayli bunga. Lekin baka davomli qashi izchil bir surani ham o'qitirasi bo'lmaydi. Makruh bo'ldi. Wa yutawwilu al-ula min al-fajr ala al-thaniyati i'anatan lin-nas ala al-jama'at. Bomdon namozida birinchi rakatni ikkinchi rakatdan uzunroq o'qiydi. Kishilar jamoatga ulgurib olish uchun deydi. Birinchi rakatni uzun o'qib olsa, birinchi rakatga ulgurib oldi kishilar. Bomdonning birinchi rakatni uzun o'qiganligida Hanafi mazhabining uch imomi ittifoq. Va yukrahu fi sa'ir salat. Uningdan boshqa namozda ixtilof bor. Ash-Shaykhan boshqa namozda makruh dedi. Qala Muhammad yustahabbu zalika fi jami' as-salawat. Boshqa hamma farz namozlarda birinchi rakatni uzun o'qib, ikkinchi rakatni qisqa o'qish mustahab bo'ladi dedi. Ana Shaykhanninki va yukrahu fi sa'ir as-salawat degani birisini uzun, birisini qisqa o'qish makruh dedi. Shunami? Mustahab bo'lgani nima uning nazarda? Tang o'qiydi. Qulna, ya'ni bizning Shaykhanning dalili ar-rak'atan istawata fi istihqaq al-qira'a. Ikkili rakatda qiraat qilish farz, o'xshash. Fala wajha ila at-tafdil. Undan birinchi rakatni uzunroq o'qishga munosib uni afzalda qiladigan ahvol yo'q. Nima uchun desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juma namozida sura juma bilan munofiqunni o'qigan. Yana bir rivoyatda sabbih ismi robbikal a'la, ikkinchi rakatda g'ashiyani o'qigan. Bu ikki sura qarab baxsak asosan tang. Undan keyin tang o'qiydi boshqa namozni mo deb turgan. Muhammadning degini Rasulullohdan ashunda birinchisini uzun, ikkinchisini qisqa o'qiganligi naql qilingan dedi. Masalan Buxoriyda ashunda kelgan bo'lg'achqa bizda fazananna anna yuridu bizalika an yudrikan nasu ar-rak'atal ula. Birinchi rakatni uzun o'qiganligi aniq. Lekin sahoba kiramlar unda buningda ta'liq qilib, birinchi rakatni uzun o'qiganligi balki jamoatga yetishib olsin kishilar deb shunda o'qidi deb farz qildik dedi.
Undan ekan Abu Hanifa'ning manquldan dalili bo'ldi shunami? Ha shu juma namozida tang surani o'qiganligidan dalil qildi. Yana qo'shimcha dalil ar-rakatan istawata fi istihqaq al-qira'ati fala wajha ila at-tafdil bi khilaf as-subh. Endi nima uchun bomdodda birinchi rakat uzun o'qiydi deyishga ma'qul kelligo desa, bu o'xshamaydi. Fa innahu vaqtu nawmin va ghafla. Chunki bu kishilar uxlab qoldigan, qo'polmay qoldigan bir vaqt. Undaki uzun o'qpasa, uxlab qolgan odamlar yetishib olmaydi demakchi. Va ma rawahu mahmulun ala at-tatwil min haythu al-istiftah va at-ta'awudh. Muhammad rivoyat qilgan ash hadislar birinchi rakatni, ikkinchi rakatni uzun o'qiydi degan hadislar istiftah duosi, yani subhanakallohumma va bihamdika degandek duo, auzu billahi minash shaytonir rojim bo'lib bo'lg'achqa shu uzroq tuyulgan gap. İkinci rekatta uni o'qimaydi, shuni qisqa bo'ldi demakchi. Lekin unda uzun qisqa degandek unda bir farq bo'lib ketmaydi bu. ولا اعتبار في ذلك بما دون 3 آيات لعدم إمكان التحرز عنه. أنا uzun qisqalikda 3 oyat uyanmayan bo'lib ketsa, cho'ng masala yo'q. Chunki unda saqlanib qolgan. O surinamanda 30 20 unda udlashtirib bo'lmaydi. Bir başka ayet, yani 3 ayet miktarı nima bo'ldi? Yani 3 ayet miktarı uzun bo'lib ketsa, birinchi rekatda, keyingi rekatda 3 ayet qisqaroq bo'lib qolsa, yani sunnat asl bo'lgan bo'ldi demakchi. Endi bu shu, mesela birinchi rekatda auzubillahi minash-shaytonir-rojim deydi, bismillah deydi o'qishma. Fatiha bilan bu bismillahni o'qidi. Fatihadan keyin sur boshlagan chaqda, surning oldida bismillahni o'qimdi, o'qimamdi. O'qiydi, o'qimaydi. Ana shu mazhabda ikki xil qarash bor. Endi shayxon bismillahni o'qimaydi. Amin degandan keyin sura o'qishdan burun bismillahni o'qimaydi. Imom Muhammadning nazarida bismillahni o'qiydi debdi. Birinchi rakatda esa 3 oyatga, ikkinchi rakatda 20 oyat. U bil ittifoq sunnat bo'lmaydi. Namoz joiz. Lekin sunnatga xilof bo'ldi. Bil ittifoq. Chunki bular birinchi rakat uzunroq o'qiydi, ikkinchi rakat qisqa o'qigan nimada talashdash, ya tang deganda nima qildi? Ammo unda ta'tiyolashqa hech kim buni sunnat demadi. Lekin joiz anda shu. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.